Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz iste'molchilarni ketma-ket va parallel ulashni o'rganamiz. Buni afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqamiz. Ketma-ket ulanishni ko'rib chiqamiz. Ketma-ket ulanishni quyidagi sxemada ko'rishimiz mumkin. Ketma-ket ulanishda asosan har bir lampada kuchlanishlar tushuvi yuz beradi va umumiy tarmoqdan berilayotgan kuchlanish shu yerdagi kuchlanishlar yig'indisiga teng bo'ladi. Ya'ni birinchi lampamizga 220 volt kelayotgan bo'lsa, undan chiqayotgan kuchlanish 150 volt bo'lishi mumkin. Ikkinchi lampamizga kelayotgan kuchlanish esa 150 volt, undan chiqayotgan kuchlanish esa 70 volt bo'lishi mumkin. Umumiy tarmoqdan berilayotgan kuchlanish 220 volt bo'lsa, 150 ni 70 ga qo'shsak 220 volt bo'ladi. Bunda har bir lampaning quvvatlariga qarab kuchlanishlar tushuvi yuz beradi. Ketma-ket ulanganda toklar har bir lampada bir xil bo'ladi. Umumiy zanjirda bir xil tok oqadi. Bunda tarmoqdan kelayotgan tok kuchi zanjirning barcha qismida bir xil bo'ladi. Buni biz amaliy jihatdan ko'rib chiqamiz. Ushbu L1 va L2 lampalarimiz bir-biriga nisbatan ketma-ket ulangan. Ya'ni tarmoqdan kelayotgan kuchlanish L1 lampamizning kirishiga ulanyapti. L2 lampamizning kirishiga esa L1 lampamizning chiqishi ulanyapti. L2 lampamizdan chiqishiga esa tarmoqdan kelayotgan kuchlanishning noli ulanyapti. Ushbu ulanishimiz ketma-ket ulanish deyiladi. Ushbu ulanishda parallel ulanishga qaraganda kamchiligi, istalgan bitta lampamiz olib qo'yadigan bo'lsak, ikkinchi lampamiz ham o'chib qoladi. Ketma-ket bo'lganligi uchun L1 lampamiz kuysa, L2 lampamiz ham ishlamay qolishi mumkin. Yoki L2 lampamiz kuygan taqdirda L1 lampamiz ham o'chib qoladi. Buning eng katta kamchiligi ham xuddi shunda. Bunda tok kuchlari teng bo'ladi. Ya'ni L1 lampamizda hosil bo'layotgan tok kuchi 0.080 amper. L2 lampamizda ham hosil bo'layotgan tok kuchi 0.080 amper. Umumiy tarmoqda hosil bo'layotgan tok kuchimiz esa 0.085 amperni tashkil qilmoqda. Nima uchun L1 va L2 da 0.080, umumiy tarmoqda kelayotgan tok kuchimiz esa 0.085 ni tashkil etmoqda. Ya'ni ketma-ket ulanishdagi qoida xato ishlayaptimi yoki tashqi ta'sir natijasida xuddi shunday parametr chiqmoqda? Javoblarni kommentariyaga yozishlaringiz mumkin.